شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبينات من الهدى والفرقان İbadətdə usul köp, fəzilətə bay bolğan, məğfirət həm bərəkət, rəhmətlərə liq tolğan, cənnətlər kən içilib, dozaq məhkəm taqilib, yetib gəldi bizlərə xoş mübarək Ramazan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Qo'limizdagi har bir ne'matning yo'qolib ketishining sababi uni yaxshi tunib, chang tutolmaganligimiz va uningga loyiqli shukr etmaganligimizdir. Chunki haqiqat egisi bo'lgan Alloh taolo Qur'on Karimda ne'matga shukr qilsak, uni teg'im ziyoda qilganligini va'da qilgan. Biz qilayotgan yaxshi ish Allohga yetadigan rahmatimizni haqiqiy ifodalagan bo'lsa, Allohning ne'mati hargiz oxirlashmasdan, balki texmo ziyoda bo'lgan bo'ladi. Bizga musibatlarning kelishi, yo'llarning tanlishi, faoliyatlarimizning cheklanishi, ne'matning shukronasi Allohga yetmaganlik uchun bo'layotganligini yaxshi tushunishimiz kerak. Chunki Allohning so'zi haq bo'lib, bu so'zni deguvchi zot haq va'da egasi bo'lg'achqa va'siga xiloflik qilmaydi. Ne'matga shukr qilishning bizga texmo ko'p ne'mat elib kelganligini tushunishimiz kerak. Allohga shukr qilish uzilib qolmaydi ekan, Allohning ne'matlari uzilib qolmaydi. Bugungi savolimiz: tunji qitim turum bino qilgan kishi kim? Qani ekran oldidagi savoldoshlarimizni kim eng tez va eng to'g'ri javob bera oladi?